Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum Bozor va biznes kanalining qadrli obunachilari. 2026-yilda qaysi qurilish mahsulotidan foydalansa uy arzon bitadi. Shuni narxini yoritib beramiz. Xo'sh, hozir mana bu yerda ko'rib turibsizlar, pishgan g'ish, xom g'ish, gazoblok va penoblok mahsulotlari turibdi. Va albatta bitta gazoblogimiz, ya'ni standart gazoblogimiz, ya'ni standart penoblogimiz 22 ta standart g'ishga to'g'ri keladi ekan. Shunga hisoblab turib, hozir mutaxassis akamizdan to'liq ma'lumot olamiz. Iloji boricha, masalan, kimdadir qanaqadir fikr bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirib ketsalar, qaysidir yangi uy qurmoqchi bo'lgan birodarlarimizga, tanish bilishlarimizga foydasi tegib qolishi mumkin. Qani biz bo'lmasa boshladik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ustaga yaxshimisiz? Sog'lomsiz? Charchamayapsizmi? Oldingizmi? Rahmat, Allohga shukr. Endi shu haqida xalqimizga ma'lumot bersak juda ham chiroyli bo'lardi-da. Qo'ldan kelguncha, Qo'ldan kelgancha, o'zimiz bilganimizcha, bilganimizcha, bizga aytishgani bo'yicha biz bitchakadan hisoblab chiqqanimiz yo'q, ammo bizga aytishgan shunaqadan to'g'ri keladi. Xuddi shunday. Boshladikmi bo'lmasa? Boshladik. Qaysi birdan boshladik? Mana pishgan g'ishdan boshladik. Hozirgi kunda zavodda o'zida standart pishgan g'ishlarimiz 750 so'm sotilyapti. Masalan, bitta gazoblokka 22 ta pishgan g'ish to'g'ri keladi. Shunaqa. Shundaymi? Hozirgi kunda masalan 22 ta pishgan g'ishimiz qancha narxga to'g'ri keladi? Mana ko'paytiramiz. 22 ni ko'paytiramiz 750 so'mdan. 16500 so'm. 16500 so'm, ya'ni bitta gazoblokka to'g'ri kelyapti. Shunaqa. Endi hozirgi kunda buni bir donasini urishi где-то o'sha 500 so'm 600 so'm urishadi. 500 so'm hisoblayveraylik. 500 so'm. Ha. 11000 so'm. 11000 so'm. Ya'ni 11000 so'mga 16500 mingni qo'shadigan bo'lsak, 16500 so'mni qo'shyapmiz. 27500 so'mga to'g'ri keladi. 27500 so'mga mana shu 22 ta g'ishimiz to'g'ri kelyapti. Endi xom g'ishimizga keladigan bo'lsak, to'g'risi xom g'ishni nima deydi? Sifatisini topa olmadi, shunaqasi bor ekan bu yerda. Xo'sh, bir dona xom g'ishimiz 400 so'm. 400 so'm. 400 so'm sotilyapti. Sredniy o'rtalik 22 taga. 22 taga. 8800 so'm. 8800 so'm. Endi buni ham o'sha 400 so'm, 500, 600 ham urishyapti. Joyiga qarab turib. Biz sredniy qanchadan hisoblaymiz? Buni ham 500 so'mdan hisoblayvering. 500 dan hisoblab bo'lmasa. 8800 so'mga, 12000 so'mni qo'shasiz. 12000 so'mni qo'shamiz. Qo'shasiz, Hozir ko'payib ketibdi, aytga plus qilamiz. 20800 so'm. 20800 so'm 22 ta xom g'ishimizni to'g'ri kelyapti. Endi bu narsani urilgandan keyin albatta shuvoq qilish kerak. Lekin mana bu narsalarni urilgandan keyin shuvoq qilishni keragi yo'q. Shundaymi? Shunaqa. Kafenikilarga tortib turib, yo rodman totiladimi? Rodman kafenikilarga ketaveradi. Rodman kafenikilarga tortib turib remont qilsalangi bo'laveradi. Masalan, hozirgi kunda bir dona gazoblogimiz zavodda o'zida 17000 so'm sotilyapti. Bunimiz urishimizchi? 5000 so'm. 5000 so'm. Sredniy 5000, 6000. 17 ga 5000 ni qo'shadigan bo'lsak, 17000 so'mga plus qilamiz 5000 so'm. 22000 so'mga to'g'ri kelyapti. 22000 so'm. Xom g'ishdan ham arzonga tushyapti. Daji xom g'ishdan ham arzonga tushyapti. Gazoblogimiz xom g'ishdan ham arzonga tushyapti. Tushunarli. Bu 22800 so'mga to'g'ri kelib turadi. Bu 22000 so'mga. 22000 so'mga to'g'ri kelyapti. Agar buni uyda bitishini hisoblasangiz, bitta uyda hisoblasangizga, agar bunga kafenikilar rodman tortsangizga vaqt arzonga tushadi. Arzonga tushadi. Tushunarli. Biz endi xolis sizlarga hisob-kitob qilib beryapmiz. Masalan, g'ishni, pishgan g'ishni, xom g'ishni uzilkasi yomonlash niyatimiz yo'q. Kim xohishiga qarab turib, cho'ntagiga qarab urdiraveradi. Prosta biz sizlarga hisoblab ko'rsatib beryapmiz. Hisoblab chiqarib beryapmiz. Endi esa mana bu gipsoblok deyiladi. Kimlardadir penoblok deyiladi. Har tilimizda penoblok deyishyapti. Penoblok deyishyapti. Hozirgi hozir kunda sotilishi qancha berilyapti? Sotilish hozir 9300 so'm. 9300 so'm. 10-gacha skitkasi bor. 8500 so'm. 8500 so'mdan 10-iyungacha, shundaymi? Iyungacha. 8500 so'mdan. Bunimiz masalan 8500 so'mga olsa qanchadan urishadi? 5000 so'm. 5000 so'm. Ya'ni bir dona shu gipsoblogimiz urilishi qancha to'g'ri kelyapti? 13500 so'm. 13500 so'mga to'g'ri kelyapti ekan. Значит, eng arzoni shu gipsoblog to'g'ri kelyapti. Shundaymi usta aka? Shunaqa. Xo'sh. Endi bo'lmasa ma'lumotini beramiz. Ya'ni biz gipsoblok ishlab chiqarish sexiga yetib kelganmiz. Lekin xohlovchilar pishgan g'ish, xohlovchilar xom g'ish, xohlovchilar gazoblok, xohlovchilar gipsoblokda olib uy qursalang bo'laveradi. Bu yerda o'sha yana bir marta aytib ketamiz. Birovning mahsulotini yomonlash niyatimiz yo'q. Prosta solishtirib narxlarni yoritib beryapti. Shunaqa. Xo'sh, usta aka, bu yer qayerga kiradi manzilimiz? Rishtonda. Rishton tumaniga. Rishton tumanida. Xo'sh, bir kunda nechta gipsoblok ishlab chiqariladi? Bir kunda bitta seximizda 600 ta 700 ta atrofida chiqaryapti. 3 ta seximiz bor. 3 ta sex bor. Ya'ni 600 ta 700 ta gipsoblogimiz bor, a? Hozirgi kunda quruqdan bormi ekan? Bor, tayyoridan bor. Tayyoridan bor. Shunda telefon qilishsa, dastavkalar qanaqa bo'ladi? Bu yerda joyidagi shu narxda. Agar Isuzu'da bo'lsa, Isuzu 500 donadan olyapti qurug'ini. Yaqin atrofga 300 ming so'm olib borishyapti.
Farg'ona shahar bo'lsa, mana shu yerdan bir 50 kilometr bo'lsa 500 ming. Toshkentga hozir Toshkent viloyatlariga 800 ming so'mdan 1 million 100 ming so'm, 1 million 200 ming so'mgacha borib berishadi. Ya'ni o'sha 500 11 ming so'm, 11 ming 200 so'mlarga tushyapti Toshkentga. Toshkentga yetib borish, ha? Sirdaryolarga 11 ming 500 so'm. Ha. Hozir narigi sexda ko'rdik, 2000 ta hali Samarqandga yuklanyapti ekanda furaga, ha? Shunaqa. Furaga 2000 ta yuklanyapti. Unga qancha qo'shilib qolishi mumkin? Furaga 12500 so'mlarga yetib borib qoladi Samarqand ketyapti. Samarqandga 12500 so'mga yetib boradi, xudo xolasa. Xo'sh, narxi 8,5 ming so'm 10-chislogacha, undan keyin qancha bo'lib qolishi mumkin? 9300 so'm. 9300 so'm. Sizda bunaqa sexdan nechta bor? 3 ta. 3 ta. Ya'ni hammasi o'sha Farg'ona viloyati Rishton tumanida joylashgan. Ekranda nomerlari bo'ladi. Bu o'sha standart 8,5 ming so'm ekan. Endi mana bu перегородка bilan kolonna uchun ham bor ekanda. Bor. Ha. Bularni keyin ustaka, masalan, 2 etaj, 3 etaj uylar qursa ham bo'laveradimi? Bo'ladi, bemalol. Bemalol. Agar masalan biz o'zimiz nimalarni beramiz. Qanaqa kanallar, qanaqa nimalar qo'sh, beton qo'shlarni ko'rsatib beramiz. O'sha standarti bo'lsa, ketaveradi hammasi. Ketaveradi. Ya'ni kerak bo'lsa shu yerga kelsa, o'shana qurilgan uylarni ham ko'rsatib berasiz. Mahallangizda bor. Biz o'zimiz video ham qilganmiz, ha? Ikkinchi etajga pilta, uchinchi etajni ham qurib turgan uylarni ko'rganmiz. Xo'sh, ustaka, bunimiz qancha berilyapti latogimiz? Latoglar 10 ming so'm. 10 ming so'm. Mana bu nimalarchi? Burchagi ham 10 ming so'm. Bu burchakka kolonna kuygani, mana tayyor apolovka kerak emas, даже sisma poyizgan apolovka kerak emas. Ikkalasi ham komplegi bor. Bular 10 ming so'mdan, bularimiz o'sha 10-chislogacha 8,5 ming so'm, 10-dan keyin esa 9 ming so'm. 300 so'm. 9300 ham bormi? Ha, 9300ligi ham bo'ladi ekan. Dastlabkilar o'sha aytib o'tganimizdek, kelishilgan narxda butun O'zbekiston bo'yicha yetkazib berishadi. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, sotuvda nechta bor tayyor qurug'idan? 16 mingta bor. 16 mingta tayyor qurug'idan bor ekan. Ha, bu sexda o'zida 16 ming. Yana 3 ta sex bor. Ularda ham bor. Sham bo'lyapti ekanda. Sham bo'lyapti. Malades. Barakasini bersin. Xalq uchun ishlayapmiz-da. Gap yo'q. Bu nimaga 7 yillik stajga? Ha, 7 yildan beri shu qurilish ishida yurasiz. Mana shu penoblok, gazoblok Ha. hammasidan chiqaryapti. Ha, xolasa gazoblok ham bor o'zingizda. Blogimiz ham bor. Narigi seximizda bu yerda yo'q-u. Narigi seximizda bor. O'tgan videolarda ko'rishgan bo'lsa kerak, sizning videolaringizda. 17 ming so'm sizning obunachilaringizga, bu ham 16,500 so'mdan qilib beramiz. Semotlar ko'tarilib ketdi o'zi. O'shani hamma joyda 17 ming so'm o'zi. Biz qilib beryapmiz mana shuni ham 16,500 so'm. 16,500 so'm gazoblok ekan. Endi xalqimiz uchun xombosh pishgan ishni aytib ketaylik. Xomboshlar zavodiga qarab turib, masalan 350 so'mdan 420 so'mgacha sotilyapti zavodda o'zida. Pishgan ishlar esa o'sha 730 so'mdan bu yog'i o'sha 820 gacha chiqardikmi? 820 gacha sotishyapti ekan. Mana yonimizda pishgan xombosh zavod ham bor. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranda nomerlari bo'ladi. Albatta o'zlaringizning fikrlaringni kommentariyada qoldirib ketsalaring, albatta kimgadir masalan kelajakda uy qurmoqchi bo'lgan, qurilish qilmoqchi bo'lgan tanish bilishlarga, ya'ni do'st xalqimizga foydasi tegib qolishi mumkin. Xo'sh, albatta o'zlaringizning fikrlaringni kommentariyada qoldiringlar. Dadam like bosib, qurilish qilmoqchi tanish bilishlarga jo'natib qo'yaverasizlar.